Men bu klinikada kecha ko'zimni lazerni korreksiya qildirdim Negoropa tufayli. Minnatdorman judayam. Bundan 10-15 yildan beri zreniyam minusligi bo'yicha qiynalardim. -3.75 chiqqanda buni biladi ko'pchilik minus bilan qiynaladiganlar. Ochkisiz, linzasiz odamni tanish hatto qiyin bu paytda. Kecha o'sha 10-15 yillik meni anaqalarim, orzularim amalga oshdi. Yana oldingidek juda ham tiniq ko'rishni, uzoqda ko'rishni boshladim, Xudoga shukr. Bu klinikada minnatdorman. Bu yerda juda ham hamma xushmuomala va butun kollektiv birgalikda bitta bemor uchun bosh kuydirib, hamma g'amxo'rlik qilib tushuntirar ekan. Erinmasdan har bitta etapma-etap bitta vrach emas, umuman kollektiv birgalikda ishlashar ekan. Hattoki o'sha registraturadan boshlab o'zimizning vrachlarimiz va yana operatsionnidagi hamshiralargacha hamma qo'lingizdan ushlab, poddержка qilib, sizga katta yordam berishar ekan. Juda minnatdorman Negoropa sizdan ham. Hammaga kim agar ikkilanib turgan bo'lsa, nima qilish bilmayotgan bo'lsa, qo'rqayotgan bo'lsa, men tavsiya qilaman. Men o'zim ham даже qo'rqib shu kungacha yetib kelgandim. Agarda shunaqa bo'lishini bilganimda, oson bo'lishini bilganimda oldinroq qildirgan bo'lardim. Rahmat hammaga.